Hop, bizda Clash of Clans'dagi yangi update'dan keyingi shu ma'lum bir jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bu yerda ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalar bu albatta yangi lager, ya'ni armiya. Har doim o'sha biz bilamiz 5 tadan berardi. No, bu safar 3 tadan berdi yangi armiyaga. Xo'p, keyin ko'rib chiqadigan narsamiz bu albatta tabiiyki bu endi battle mashinalarni o'sha lageri va bu yerda bizga yangi mashina bergan bu havodagi Skywagon. Hop, 3 ta minion, bitta shar va undan tashqari minionlardan qanaqasi ham ko'payadi o'sha leveliga qarab turib va umumiy sharda yoki minionlarning leveli ham o'sha buni mashinani darajasiga qarab ko'tariladi. O'ylashim bo'yicha bu yaxshiroq deb o'ylayman. Xususan bu yaxshiroq qaysindan? Bu yaxshiroq Battle Drill'dan, bu yaxshiroq bu yaxshiroq o'sha Well Wrecker, devor buzadigandan ko'ra bu yaxshiroq deb o'ylayman hozirgi. Ну, albatta anaqadan keyin ko'ramiz baribir. Va bizga qo'shimchasiga undan tashqari bizga bitta bergan edi. Воздушный sharni, mana bitta воздушный shar, yana air bomb bergan va yangi level kelgan. Bu yerda yangi level kelgan albatta arbaletga. 13-level kelgan. Undan tashqari men hozir berib qo'yganman, ya'ni o'sha skater shotga. No, men o'ylashim bo'yicha shu dizayn men ko'rganlarning ichidagi eng yaxshi dizayn, ya'ni o'sha qanaqadir bir kosmosni baribir o'sha stilni berib turishibdi. Xo'p, albatta bunda yana nimalar keldi? Tabiiy xo'p, boshqa deyarli yangi levellar yo'q. Qolgan hammasiga 2x bergan. Bu yerda Teslaga bergan, mortar nimasini yana o'sha kuchaytiramiz, ya'ni o'sha qo'shimcha supercharge'ni qo'shamiz. Bundan tashqari bergan yana qaysilariga? Fire Speeder'ga bergan и albatta Inferno Tower'ga bergan. Va bombalarga yangi level bergan. Meni bombalar hali 11, 12-level keldi bombalarga va undan tashqari yana bir yangilik bu o'sha biz bilgan qo'riqchi. Ya'ni bu yerga endi logger keldi. No, men o'ylashim bo'yicha bu o'sha qo'riqchilarning ichidagisi agar levelni 5 ga chiqaradigan bo'lsa yaxshi, no, lekin menda bu hozircha o'sha long shotni, ya'ni uzoqqa otadigan level No, o'sha men aytganimdek menda uzoqqa otadigan long shotni leveli kuchliroq bo'lgani uchun bu hozir lekin albatta 5 ga chiqarishim bilanoq, full qilishim bilanoq logger asosiy qo'riqchim bo'ladi. Bu kuchliroq hamda yaxshiroq deb o'ylayman. 230, 420, 500. Smasherni buni yomon tarafi bu faqat juda bu radius juda tor doirada. O'shanisi yomon. Masalan, bu bilan mana bu long shotni radius uncha cheklanmagan. Shunisi bor. Xo'p, yana nimalarga yangi level keldi? No, yangi sezon haqida aytib o'tishim kerak. Yangi sezonda bizga bitta free skin beradi. U nima? Bizga yangi sezonda o'sha kingga, ya'ni qirolga yangi skin beradi. Qaysi skin edi? Hozir ko'ramiz. Qirolga bizga yangi sezondagi skini. Xo'p, bizga yangi sezonda mana bu skinni beradi. Bu tekin, ya'ni har kim yo'q, bu emas. Shu skin adashmayotgan bo'lsam, mana shu skin bizga yangi sezonda tekinga beriladi. Har kim olib ishlatishi mumkin albatta. Xo'p, men o'rtada pauza qilganim uchun level ancha oz. 7-o'zimni klanimda bu yerda 32,
1710 ta. Bizda hozircha 3 ta skin bor bunga. Bunga 1, 2, 3, 4 ta skin bor. Bunga bitta skin bor. Bunga 2 ta skinimiz bor. Bunga ham 2 ta skin. Bunga hali skin yo'q deyarli.